Diqqat, O'zbekistonda zilzila sodir bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Tojikiston Respublikasida sodir bo'lgan yer qimirlashi O'zbekistonda ham sezildi. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Bugun 9-yanvar kuni soat 02:14 da Tojikiston hududida zilzila sodir bo'lgan. Zilzila epitsentri Toshkentdan 477 km janubi-sharqda joylashgan. Magnituda 5.3, chuqurligi 139 km. Epitsentr Tog'li Badaxshon, Tojikiston. Koordinatalari 38.39 daraja shimoliy kenglik, 73.37 daraja sharqiy uzunlik. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi quyidagicha: Farg'ona viloyatida 2-3 ball 260 km, Andijon viloyatida 2 ball 285 km, Namangan viloyatida 2 ball 325 km ni tashkil etgan.